Assalomu alaykum. Hurmatli qadrdonlar, mana bu darvozamiz ustanofga jarayonlanib qilib oldik. Bu safargi darvozamizni Go'ravolga olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa lazerli darvozalarimiz 1.8 listada tayyorlangan. Haytlarga nejirkalardan foydalanganmiz. O'ta go'zal va chiroyli chiqqan lazerli listlardan foydalanib, xudo xolasa o'ta go'zal va mustahkam. Doimgidek zamoyimizni Stimul brendiga zamoylardan qo'yganmiz. Ko'rib baho beringlar, o'ta go'zal. Zamoyimizni metlariga ham nejirkalardan foydalanganmiz. O'ta ideal darajada chiqqan darvozamiz. Bu esa darvozamiz arqa tarafi o'ta ideal darajada o'ta chiroyli chiqqan. Yo'llariga ham o'ta go'zal ishlov berilgan. Asfalt izlari ko'rinmaydi. Charxlarni etib chiroyli qilamiz. Darvozamizga sentr zamonlardan foydalanganmiz. Bir kishi juda osongina ochadi, yosh bola ham qiynalmasdan. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Respublika bo'yicha ustanovka yasash hamma xizmatlari ichida. Dastavka xizmatlarimiz ham bor.